Uzdal CSS dərsidəki 27-ci qism CSS mutlaq o'rin belgilash. Mutlaq o'rin belgilashning elementning asli o'rni bilan munosabati yo'q, shunga bo'shliq egallamaydi. Biz bu əmli misal qaraydigan bo'lsak, masalan buni belgilash qoidasimi, bu nisbiy belgilashga, bu kodi asosida o'xshamaydigan yeri, bu yerda positionninki xarakter qiymatiga absolut, ya'ni mutlaq qiymat berildi degan ifodani bergandan keyin masalan bu yerda 1 2 3 tal ramka olgan bo'lsa, agar biz ikkinchi ramkaga mutlaq qiymat belgilash orqali buningki nisbiy o'rnini belgilasak, bu nisbiy o'rin belgilashdagi ajdod element, ya'ni bu asos malan o'schi olgan cho'ng uzluksiz ichidagi elementniki bu eng so'l taraf usti qismidagi qirni buningki asos o'rin deb qarab, bu oldida bu nisbiy o'rin belgilashda asldagi o'rinni tatib olgan bo'lsa, meningda bu ajdod elementniki o'rindan boshlab so'l tarafga soldan o'ngga 31 lik, ustidan ostiga 21 lik yo'tkilib, ikkinchi ramka yerga yo'tkaldi, uchinchi ramka bu birinchi ramkaning yeniga kelib, ikkinchi ramkaning o'rni mayada bo'ldi. Andan keyin masalan mana qaraydigan bo'lsak, mutlaq o'rin belgilash orqali belgilangan bu yerdagi bir mazmun, buning asli kodimi masalan so'l tarafdan 100 piksel, ustidan ostiga 150 piksel deb, mayaqdan 100 piksel, mayaqdan 150 piksel odatda holatda qiymat belgiladik. Andan keyin qo'shimcha bilan mutlaq o'rin belgilashda boshqa element ustini yepib olish ehtimolligi bor. Masalan hozir qilganimda birinchi ramka bilan ikkinchi ramkaniki qismi bir-biriga ustma-ust tushib qoldi. Shunga z indeks xarakteri orqali bir qancha qavat elementning qavat darajasini belgilaymiz. Masalan ustma-ust tushib qolgan vaqtda birinchi ramkaniki butun mazmuni ustida ko'rinadi yoki ikkinchi ramkaning butun mazmuni ustida ko'rinadi. Qiymatni belgilaymiz. Bu ham shundaqla bizga bir amaliy bilimni yutadi. U bo'lsa-mu, masalan, bu yerda amaliy misolda osti qismi rasm, usti qismi xat, bu rasm bilan xatni o'zaro kirishtirgan holatdagi va holatga unumga erishmoqchi bo'lsak, shundan foydalansak bo'ldi. Masalan, rasmninki bu z indeks qiymati -1 deb belgilangan. Shunga bu ma'lum qiymati berilmaganki 0, -1 0dan kichik bo'lg'achqa bu rasm buningki keyindagi buning tag bo'lib musholatni ko'rindi. Buni asli ko'rda qaraydigan bo'lsak, mana bu img rasmniki buningki mutlaq qiymat anadinki 0, ikki qiymat 0 deb -1 z indeksga -1 deb qiymat bergandan keyin bu xat bilan rasm o'zaro aralashib ko'ringan holatga unumga erishdik.